Hurmatli kuzatuvchilar, qulayligi bo'yicha Yevropa avtomobillaridan qolishmaydigan Xitoyning ishonchli brendi Neo ET5 haqida qisqacha obzor qilib beraman. Bu mashinamiz 590 km masofani Yevro standart bo'yicha bosib o'tadi. 490 ot kuchi yotibdi. 0 dan 100 gacha 4 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi 200. Bu mashinamizning salon qismiga o'tadigan bo'lsak, massaj aptov abaglev atamankalari bor. Undan tashqari 12 dyumli markaziy displeyga ega, sun'iy intellekt ulangan. Hi Nomi. I am here. Open all windows. Okay. Undan tashqari katta panoramaga ega. Kimga shu avtomobilimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqsanglar bo'ladi.